Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birga Turkiyada yashaydigan opa-singillarim uchun oshni qaysi guruchdan qilaman, qanaqa qilaman, hammasini polni ko'rsatib bermoqchiman. Bu qozonimni ko'pchilik so'ragan edi. Bu qozonni men O'zbekistondan olib kelgan edim. 3 yildan beri ishlataman. Juda ham kачествоsi zo'r ekan. Xuddi o'zimiz bilgan usulda piyozni qip-qizil qilib qovurib olamiz. Men to'rima go'shtdan qilishni yaxshi ko'raman, chunki tezroq pishadi. Go'shtimni soldim, qovurdim, orqasidan to'g'ralgan sabzilarimni ham solib, chesnovni solib, zira tuzlarini rostlab, orqasidan suvi solamiz va men kamida 40 minut 1 soatga qaynatishga qo'yib qo'yaman qizlar. Shunda juda ham shirali va mazali bo'lib chiqadi. Va guruchni ivitmasdan solaman. Qaysi guruch ishlatasiz deb ko'p qizlar so'rashadi. Qizlar, men Turkiyada Baldo guruchini ishlataman. Baldo markasi bor. O'sha guruch ishlatsanglar, oshinglar juda ham mazali chiqadi. O'zimiz bilgan usulda o'rtasini teshib, suvi tamoman ketgandan keyin oshni o'rtaga to'plab 20 minutga past olovda dimlab qo'yaman qizlar. Osh juda ham yaxshi chiqadi. Shu guruchdan sizlar ham sinab ko'ringlar. Yoniga hammamiz bilgan achchiq salatini qildim va oshimiz tayyor bo'ldi. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun. Turkiyadagi qizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Videoga like bosib, kanalimga podpiska bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Yana eng ko'p beriladigan savollardan bittasi, qizlar oshni nega qizil sabzidan qilasiz deb ko'p so'raysizlar. Chunki Turkiyada sariq sabzi yo'q, shuning uchun biz qizil sabzidan qilamiz.